Şundaqlik yana davom vatandoshim. Xato hukm qilish, xato tushunib qilish tomonlari ichki davlat dasturida jo'g'inishga boshladi deb ko'rsatdi bosh elchi Chingang. Atalmış yangi soğuk munosabatlar urushining qotqon muzlari yana qaytishga boshladi. Ikki taraf yana Amerika Jungo texmi kang, texmi chunqur, samimiy va echivitilgan ahvolda suhbat elib berib, navbatda ikki davlat manfaatiga foydasiz va ikki davlat el royidan chetnab ketgan qatmal vaziyatni bo'sib chiqishimiz lozim, dedi bosh elchi Chingang. Xinhua dal vaqtida xabar qilib, xabarga ikki davlat munosabatidagi qatmal vaziyatdan bo'sib chiqaylik deb mavzu qo'ydi. Bu tanlash qandaqdir bir tahrirning ixtiyoriy tanlashi bo'lmasdan, balki Jungo Kompartiyasi yuqori qatlamining qo'llashidan o'tgan Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yimo Amerika Jungo munosabatiga aldirab yeniklik bilan ta'bir berolmaydi. Bosh elchi Chingang og'ziga kelganini jo'ylayolmaydi. 3-ayning 20-kuni bosh elchi Chingang Amerika CBS televiziyasi orbitining ziyoratini qabul qilganda tuyuqsizda mundaq degan edi. Rossiyani Ukrainaga tajovuz qildi deb ayblash to'limi yengillik bo'ladi. Jiddiy vaziyat ostida g'o'diqib qolganlik bo'ladi degan edi. 4-ayning 16-kuni nutq so'zlaganda bosh elchi Chingang o'quvchilarga qaratib so'zlaydigan so'zni qo'lidagi yozma qog'ozga qarab ekran orqali o'qib berdi. Demak, bir jumlada dadillik qildi deyli o'zicha. Keyin bu Jungoning tanqidiga uchrab bo'ldi, Amerikaning tanqidiga uchradi, bu noma'lum. Dastlabda o'z og'zidan chiqarib so'zlab shirib, keyin qog'ozga qarab so'zlaydigan bo'ldi. Chingang naq maydonda ixtiyoriy so'zlayolmadi. Ikki davlat o'rtasidagi qatmal vaziyat deb ta'bir berish Jungo yuqori qatlamining ma'qul bo'lishiga erishgan bo'lishi kerak. Jungo Kompartiyasi izchil Rossiyani qo'llab g'arb lageri qarshida kichik mavzu. 3-ayning 8-kuni Prezident Joe Biden Xi Jinping bilan telefon suhbatlashdi. Bu so'zlashish Amerika Jungo munosabatidagi davr belgich voqea bu deb qaraldi. Prezident Joe Biden Jungo Kompartiyasiga bevosita ogohlantirish berib, agar Rossiyani moddiy mulozimat bilan qo'llaydigan bo'lsa, duch keladigan ta'sir va oqibat bilan ogohlantirdi Jungo hukumatini. Jungo Kompartiyasi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning ogohlantirishiga sal qaradi. Rossiyani davomli qo'lladi. Balki qarshi turishning tag'uchini bevosita Amerika va NATOga qaratdi. Natijada Jungo Amerika munosabati, Jungo Yevropa ittifoqi munosabati texmi chunqur. Qamal kechiringlar, texmi chunqur yamallish qarab yuzlab Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirib, birinchi bosqichda mag'lub bo'lgandan keyin Jungo matbuotlarida oz-to'la tavrinish bo'ldi. 4-ayning 17-kuni Xinhua xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Rossiya Davlat mudofaa ministrligi mundaq dedi: "Dal berib tegishi yuqori quruqlikdan qo'yib beriladigan raketa Ukraina Kiyev shahrida o'q dori iskilatini portlatdi." Demak, xabarning mazmunini ko'rib turibsiz. Rossiyaning maydonda turib, Rossiya Ukraina urushini xabar qilyapti Xinhua degan gap. Portlatdi. Maqola Rossiyaga vakil bo'lib so'zlab xabar qildi. Bundan boshqa yana Xinhua agentligi Rossiya armiyasiga vakil bo'lib, Ukraina armiyasini taslim bo'lishga da'vat qildi. 4-ayning 16-kuni Xinhua munda xabar qildi.
Rossiya Amerikaning Ukraina harbiy qurol-yarog' yordam berganligini o't ustiga yog' chashqanlik dedi, tanqid qildi deb xabar qildi. Davomini anglash